Assalomu alaykum. 2025-yilning 1-choragi Surxondaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi tizimida yutuq va muvaffaqiyatlarga hamda samarali islohotlarga boy bo'ldi. O'quvchilarimizning yutuqlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2 nafar o'quvchimiz muddatidan oldin 5 ta fandan milliy sertifikatni qo'lga kiritib, oliygohga kirishda maksimal ball egasi bo'ldi. Shuningdek, Dubayda o'tkazilgan xalqaro mental arifmetika musobaqasida viloyatimizdan 24 nafar o'g'il-qiz oltin, 1 nafar ishtirokchi esa kumush medalni qo'lga kiritdi. Quvonarlisi asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida 2 ta birinchi o'rin, 1 ta ikkinchi o'rin va 2 ta uchinchi o'rin bilan Surxondaryo viloyati respublika reytingida 4-o'rinni egalladi. Voha ta'limining o'tgan yilda 14-o'rindan 7-o'ringa, joriy yilda esa 7-o'rindan 4-o'ringa ko'tarilgani barchamiz uchun quvonchli voqea bo'ldi. Qolaversa, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining zamonaviy ko'rinish olayotgani xalqimiz farzandlari uchun yangi shinam ta'lim muassasalarining qadri ostlashi barchani birdek quvontirmoqda. Muhtaram Prezidentimizning maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqot davomida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 61-sonli farmonlari ham ta'lim tizimi vakillari uchun ajoyib xushxabarlarga boy bo'ldi. Ta'lim tizimi vakillarining mehnatlarini munosib rag'batlantirilishi, xalqaro olimpiada g'oliblarining mukofot pullari miqdorining oshirilishi soha vakillari uchun katta motivatsiya bo'ldi desam adashmayman. Tizimdagi mazkur yutuqlar, islohotlardan keng jamoatchilikni xabardor etish, ezgu ishlar mohiyatini xalqimiz orasida keng targ'ib etish maqsadida Surxondaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati tomonidan qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 1-chorak mobaynida 2 ta ochiq muloqot, 1 ta matbuot anjumani, 1 ta brifing o'tkazildi. Boshqarmaning rasmiy veb-sayti, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Twitterda rasmiy sahifalari mavjud bo'lib, kunlik video, rasm, infografika, audio va boshqa shakllarda axborot berib borilmoqda. 3 oy mobaynida mahalliy va respublika telekanallarida 100 ga yaqin chiqishlar amalga oshirildi. Internet nashrlari, gazeta va jurnallarda va axborot agentliklari bilan doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, sohadagi yangiliklar ommaviy axborot vositalari, radio, gazeta, jurnallar va boshqalarda keng yoritib borilmoqda. Tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, keng jamoatchilik bilan aloqalarni yaxshilash asosiy vazifamiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan kelib tushayotgan turli tanqidlarga doimiy rasmiy munosabatlar berib borilmoqda. Fuqarolar murojaatlarini qabul qilish maqsadida ham bugungi kunda boshqarmaning ishonch telefoni va murojaatlar boti faoliyat olib boryapti. Kelgusida ham bu boradagi ishlarimizni yanada kengaytirish niyatidamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.